Olinglar, ko'p yeng. Ammo bunday hammasini otsang, ertaga qolmaydi-ku. Ertaga bu yerga kelolmasak-chi? Unda ular nima yeyishadi? Biz ketgach och qolishmasin. Bugun hammasini qo'yib ketaylik. Kelib yeverishadi. Biz kelmasak ham ularni boqadigan odam albatta topiladi. Rostdan ham topiladimi? Qushlar o'lib qolmaydi. O'lib qolmaydi. Hazrati Umar nima deganini bilasanmi? Nima degan? Hazrati Umar dog'larga bug'doylar seping. Musulmon o'lkada qushlar och ekan deyishmasin degan. Shunday qilib, musulmon o'lkada qushlar och qolmaydi. Albatta kimdir ularni ovqatlantiradi. Sen xavotir olma. Qani endi bularni ber.